kecha bitta kulgili holat bo'ldi-da. Mani xo'jayinim telefonda ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradilar-da, ishlaydilar chunki ishlari shunaqa. Endi biz aeroportga endi keldik, короче, uchib keldik Dubayga. Ana keyin erim ID kartasi bor-da, Dubaydagi ID kartasi. Ular boshqa tarafdan o'tadilar. Biz esa o'g'lim, men, nyanichkam biz tamojnadan boshqa tarafdan o'tdik-da. Yana keyin xo'jayinim o'sha yerda kutdilar bizani bagaj olayotgan joyda. Biz alohida keldik. Shu bilan keldik, bagajlarni oldik. Erim telefonda ishladilar. Men esa hamma narsani hal qilib, marhaba bilan gaplashib, ko'rsatib, qaysi bagajlarimiz bizaniki ish qilib oldik hammasini. Xo'jayinim bilan birga ketdik, короче. Keyin direktga bitta odam yozayotgan ekan menga.